Vau. Vau. 5-10 yildan beri Chirchiqqa eng mashhur Sariyada qovurilgan tovuqlardan biri endi Toshkentga keldi, Parkenskiyga. Dastavkaga juda ham kuchli qarashar ekan. Hozir sizlarni hayron qoldiraman. Toshkentda ham ochilishligiga katta sabab odamlar shunchalik mash tovuqga o'tirib qolganidan o'sha chirchuvdan 70.000-80 ming dastavka bo'lib ketsa ham buyurtma qilib yeyishar ekan. Ana endi ular o'zimizning Parkenskiyda ochilib, juda ko'p toshkentlik muxlisligini xursand qilishdi. Undan tashqari o'zimizning mashhur futbolchilar ham anchadan beri shu tovuqni yeb yurishgan ekan. Wow. Juda ham mazali va eng muhimi og'izda erib ketar ekan. Toshkentdagi filialligi asosan dastavkaga ishlar ekan. Mana shunaqa zo'r qilib kartoshka fri, derevenskiy salat souslar bilan birga jo'natib berishar ekan. Ushbu videoni qovurilgan tovuq yeyish ko'radigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar, chunki bu tovuq 100% Sariyada qovurilgan.